Suyumlik mastallar yaxshimisizlar. Bu haqiqiy telodan ishlangan film. Ayni chaqda 40 millionga yaqin Koreyalik ammo jinoyatchini o'lim jazosiga hukm qilishni talab qiladi. Ammo uningga oralla 12 yillik muddatli qamoq jazosi beriladi. Bultur 12 oyda jinoyatchining jazo muddati to'shib turmadan chiqadi. Vaqa 2008-yildagi bir yomg'irli kunda yuz berdi. Ota-onasining xizmati aldirash bo'lg'achqa Suvon maktabga o'zi yolg'iz boradi. Yo'lda uni ustivishi maynat bir er to'sib olib, yaqinlab keladi. Qizchaq qo'rqib atrofiga qaraydi. Afsus, yo'lda birmi odam uchirmaydi. Tushdan keyin maktabdan qaytish vaqti bo'lgan bo'lsa-mu, Suvon uyga kelib bo'lmaydi. Bu chaqda Suvonning opasi Meiji bilan dadisi Dongsonga saqchidan telefon keladi. Ular doktorxonaga kelib, qizning yuzi, butun badani og'ir yaralanib yotganligini ko'rdi. Doktor ularga qizning intayin og'ir yaralanganligini, ostirqi qo'rsiqqa qanab, tuz uchi bilan cho'ng uchi yerilganligini aytdi. Hayoti xavf ichida qolgan Suvon darhol operatsiya qilinib, cho'ng uchay bilan maqatning o'rniga sun'iy a'zo almashtirmasi bo'lmaydi. Bundaq bo'lganda qizchaqning bir umr tarat xaltisi esib yurishiga to'g'ri keladi. Dadisi Dongsong qattiq azoblandi. Hozir qizning hayotini saqlab qolish hammadan muhim edi. Qizchaqning opasi Meiji shu kuni balani maktabga olib qo'ymagandan o'kinib o'zini ayblaydi. Xatardan oxir qutulgan Suvon ko'zni aron degidek ichib dadisiga qotilning siyoqini aytib berdi. U yana: "Boshqa ballarmi mendek bo'lib qolmasin. Qotilni tezroq tutinglar" deydi. Dadisining yuragi echishib, qizning yenda turg'idek majoli qolmaydi. Saqchi Suvonning ota-onasiga barmoq izini selishtirib, bir qancha gumondarni bekitib chiqqanligini aytdi. Dongson qotilni darhol tutishni talab qiladi. Ammo saqchi paket yetarlik emas. Yana kelib naq maydonda ko'zitish apparati bo'lmag'achqa DNA ni selishtirishga vaqt ketadiganligini yoki Suvon jinoyatchini tunib bersa, darhol qo'lga olg'il bo'ldiganligini aytdi. Meiji qiziga yana zarba bo'lishidan qo'rqib, buningga qo'shilmaydi. Ammo mushunda qilgandila qotilni tez tutqil bo'ldiganligini o'ylab, yana ma'qul bo'ladi. Voqea yuz berib 3-kuni psixika doktori Suvonning qotilni tunishiga yetakchilik qiladi. Saqchilar bekitib chiqqan gumondarlarning rasmini bir-birlab qizchaqa ko'rsatdi. Aradan qotilning rasmi chiqqanda Suvon qo'rqqandan ko'zni yumib oladi va barmoqi bilan ko'rsatib berdi.